8 may uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. O'zbekiston Markaziy banki 2026-yil 8-may kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra dollar 40,69 so'mga qimmatlab 12.114,97 so'mni tashkil etdi. Yevro 41,86 so'mga qimmatlab 14.260,53 so'm bo'ldi. Rossiya rubli 1,21 so'mga qimmatlab 162,17 so'mni tashkil etdi. Fond sterling 46,97 so'mga qimmatlab 16.499,38 so'm bo'ldi. Yapon iyenasi 0,4 so'mga qimmatlab 77,47 so'mni tashkil etdi. Shveysariya franki 80,24 so'mga qimmatlab 15.581,95 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 8,51 so'mga qimmatlab 1781,12 so'mni tashkil etdi. Bizda hozircha shular, e'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.